Genaletim hiç bulmaganda Uygur'un medeniyetini, onun Uygur'un dini itikadını, yoki Uygur'un tilini qoğdaş doğrusu bolsunmu bir qonun loyiha ma'qulligini aldinglarmi? Afsus, 2007-yili sobiq prezident bosh davrida shu vaqtdagi Amerika Kongressining, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining muhim a'zolari rahmatli Tamlan To'smi shuning ichida Uyg'urlar to'g'risida mushundaq bir qonun loyihani ma'qullamoqchi bo'lgan edi. Biroq nima deymiz? Uyg'ur shumlig'idan xuddi chujining shumlig'idan to'g'rining amchiki bo'lmagandek Uyg'ur shumlig'idan bu qonun loyiha ma'qullashni buzib qo'ydi. Endilikte hazır Uygurlar doğrusu bundaq bir qonun loyiha yo'q. Tibetning o'zi kelayli. Tibetning o'zi kelayli. Qonunsiz egallangan Tibet. İkincisi egallangan, ishg'ol qilingan egilik huquqli davlat. Bugun agar Tibet Dalay Lama Tibetga qaytadigan bo'lsa, u holda bu qonun loyiha o'zgaramdi yoki shu gapi bo'yicha ching turamdi. Undaqda Dalay Lama Tibetda nima ish qiladi? Saylam orqali, parlament orqali, qonun tuzish orqali bir ish qilamdi. Yoki shu vaqtda Jungo hukumati Dalay Lamaga qanday qo'l qo'ydi? Endilikdagi hozir gap nimada degan vaqtimizda men yuqorqi so'zimda o'tgan so'zga leksiyamni sizlarga dedim. Ikki ko'rinishni sizlarga selishtirdim. Birisi iqtisodshunoslar gazetining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan maqolasi, yana birisi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining eng nufuzli arbobi, ayni vaqtda 3-qo'l arbob Nancy Pelosi xonim Dharamsalani ziyorat qildi. Bu bir konkret harakat, konkret tadbir, konkret yo'qlash. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tibetga eng yuqori darajada e'tibor berishi. Men shuningga asosli hozir hukm qildim-ku. Dalay Lama belgili xasa qaytish mumkin dedim-ku. Lekin Uyg'urlarchi. Biz talab qilamiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat